Xabar informatsion dasturi davom etadi. Yurtimizda matematika, fizika, kimyo, biologiya, informatika va axborot texnologiyalar sohalarini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar doirasida bilimli, izlanuvchan va intiluvchan yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda ularni oliy ta'lim muassasalariga saralab olish maqsadida imtiyozli tarzda o'qishga kirish imkonini beruvchi fan olimpiadalari joriy etilgan edi. Kuni kecha Buxoro davlat universitetida mazkur fanlar bo'yicha olimpiadaning bu yilgi viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Bugungi kunda O'zbekiston yoshlari uchun beqiyos imkoniyatlar yaratilmoqda. Jumladan turli grantlar asosida bepul ta'lim olish, zamonaviy kasblarni egallash, xorijda tahsil olish, sport va san'at yo'nalishlarida o'z iste'dodini namoyon etish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Buxoro davlat universitetida matematika, fizika, informatika va axborot texnologiyalari, kimyo, biologiya fan olimpiadalarining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Oliygohning sohalar bo'yicha qamrovi keng bo'lganligi sababli respublikamizning sanoqli universitetlari qatorida 5 ta fan bo'yicha imtiyoz beruvchi olimpiadalarni o'tkazish imkoniyatiga ega ekanligini ta'kidlash lozim. Universitetda 2021-yildan buyon umumta'lim maktab bitiruvchi sinf o'quvchilari uchun matematika fani bo'yicha, 2022-yildan buyon fizika, kimyo, biologiya, informatika va axborot texnologiyalari fanlari bo'yicha fan olimpiadalari o'tkazib kelinmoqda va g'oliblari bugungi kunda oliygohda imtiyoz asosida tahsil olmoqda. Ushbu imtiyozli olimpiadalar ko'p bosqichli bo'lim, ya'ni maktab bosqichi, viloyat bosqichi hamda o'tayin bosqichidan iborat. Ya'ni olimpiadaning yakuniy bosqichida 1-3 o'rinni egallagan, 1-2-3 o'rinni egallagan o'quvchilarimiz imtiyoz asosida Buxoro davlat universitetiga qabul qilinadi. Muddatdan oldin talabalikka ega bo'ladilar. Mana bugungi jarayonlarda matematika fani bo'yicha 294 nafar, fizika fani bo'yicha 86 nafar, informatika fani bo'yicha 90 nafar, kimyo fani bo'yicha 108 nafar hamda biologiya fani bo'yicha 264 nafar o'quvchilar hujjat topshirgan bo'lib, hozirda jarayonlar jadal davom etmoqda. Joriy yilgi olimpiadalarda ishtirok etish uchun onlayn ro'yxatdan o'tish davri 26-martdan 15-aprelgacha davom etdi va natijalarga asosan fizika fandan 108 nafar, informatika va axborot texnologiyalari fandan 90 nafar, biologiya fandan 264 nafar, kimyo fandan 86 nafar, matematika fandan 294 nafar, jami 842 nafar bitiruvchi sinf o'quvchilari ro'yxatdan o'tgan. Olimpiadaning viloyat bosqich jarayonlari test sinovlari tarzida o'tkazildi. Bunda barcha fanlar bo'yicha 20 ta ochiq testlar va 10 ta yopiq testlar berildi. Ochiq testlar 3 balldan, yopiq testlar 4 balldan baholandi. Jami ballar 100 ballni tashkil etadi. Viloyat bosqichi natijalariga ko'ra eng yuqori ball to'plagan 10 nafar ishtirokchi olimpiadaning yakuniy bosqichida ishtirok eta oladi. Yakuniy bosqich natijalariga ko'ra eng yuqori ball to'plagan 3 nafar ishtirokchi, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin g'oliblari olimpiada g'olibi sifatida imtiyoz asosida muddatdan oldin talabalikka qabul qilinadi.